What's up gamers, sizlar bilan men Aaron va bu One Block. Lekin do'stlar, bu prosta One Block emas. Bu do'stlar horror One Block. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling do'stlar. Sizlarni juda ham epicheskiy video kutyapti. Qani ketdik. Okey, men bu sborkani bugun topdim va men ko'rmoqchiman. Qattiq buni horror. Hozircha men hech qanday horror ko'rmayapman, lekin aytishlaricha juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Versaga yaxshi bazamizni oldiga kattalashtiramiz do'stlar. Men o'zi ko'rmoqchiman, hech qanaqa horror ko'rmayapman. Menga horror kerak. Minecraft qani horror. O'zi bazamiz bazaga o'xshayapti do'stlar. Okey, men o'ylaymanki juda ham qiziqarli bo'ladi do'stlar. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun videoni albatta oxirigacha tomosha qiling. Yana kattalashtiramiz bazamizni do'stlar. Endi mana biz keyingi o'ringa o'tamiz. Ha do'stlar, keyingi o'ringa o'tdik. Upgrade bo'ldik. Nice. Bizda qaranglar, yana sandiq bor. 8 daraxtimiz bor. 15 do'stlar. По-моему, bu o'sha yomon emas. What the hell? Hozir real qo'rqinchli bo'ldi do'stlar. O'zi naturi qo'rqinchli bo'ldi. Okey, menga yoqmayapti. To'xtama, hali tayyor emasman jang qilishga. Okey, o'ylaymanki endi biz основной platformamiz SC bo'ladi. Mana bizda основной platforma bo'ladi do'stlar. Qorong'i tushyapti. Bu esa yaxshi emas do'stlar. Chunki qo'rqinchlilar tramasi qorong'u bo'ladi. Okey, o'ylaymanki Tixa. Hammasi joyida bo'ladi do'stlar. Qo'rqmanglar. Mana bu tarafga ham biz dalshi platformani quramiz. Qani u to'nka? Qatdan bunaqa ovoz chiqaryapti. Mana bu bizning sklad bo'ladi. Bu yoq tarafda по-моему ferma bo'ladi do'stlar. Men hali do'stlar konkretni strukturani bilmayman. Bizda baza qanaqa bo'ladi, lekin primerni o'sha boshimda salom uxla. Lekin hozir o'sha boshimda bor do'stlar. Bir qandaydir struktura o'sha kelib turibdi. Miyamga, так что разберемся do'stlar, разберемся. Bu ovozga menga ham yoqmayapti. Bizning instrumentlar hozir sinadi do'stlar. Nimaga men hali toshli ayraga o'tmadim? Shunda Wow. Nimaga meni bu ovozni qo'rqityapti? O'ylaymanki bironta moblar yiyor do'stlar. Bizga hujum qiladigan. Kisht, yo'qol. Real qo'rqinchli do'stlar, to'g'risini aytsam, juda qo'rqinchli. Men biroq qo'rqinchli bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin real qo'rqinchli do'stlar. Okey, o'ylaymanki mana bu to'nkaga biz endi ferma yasab bersak bo'ladi deb o'ylayapman do'stlar. Wow, jinursa do'stlar. Mana bu random meni juda ham qo'rqityapti. Tak. Bizga cho'p kerak bo'ladi. Ko'proq cho'p kerak bo'ladi. Hoy, to'xta. Bitta to'slar do'stlar. Oh my god. Tixa. Qoch tur. Okey, bizga endi eshik kerak bo'ladi. Eshikni biz qanaqa qilamiz? Tak. Okey. Bu. Aha. To'rtta cho'p kerak bo'lar ekan bizga, как раз. Bam. Va bizda eshigimiz. O, как раз o'zi kirdi. Nice. Wow! Tixa. Do'stlar, real qo'rqinchli. Bu real qo'rqinchli to'g'risi. Sabab bundan qo'rqinchli bo'ladi deb o'ylamagandim, realni. Va chestni aytaman do'stlar. Bu real qo'rqinchli. Kira qol to'nka. Kir. Tongga otyapti do'stlar. Va nihoyat. There's always parts being cut off. Wow. Entrails being yanked from stomachs. Bones being shattered to dust. Wow. What's up? Buni qaranglar. Bularga ham отдельно biz qurib berishimiz kerak bo'ladi. Bitta eshik qilganmiz do'stlar. What the hell? Tixa.
Bunaqa hazillashmaylar men bilan. Va o'ylaymanki bizlarni qo'ylarga bu yoqadi. Yaxshi uy do'stlar, yaxshi uy. Xo'sh. Qazishdan boshqa variant ko'rmayapman. Va biz ikkinchi fermani bitirdik do'stlar. Wo, ajoyib do'stlar. Yangi era qachon bo'ladi? Tushunirsin. Bular mana do'stlar qo'rqitib o'ldirishmoqchi edi. Hayda. Endi hozir bizga ferma kerak bo'ladi do'stlar. Ovqat chiqarishimizga, to'y sabzavot qilishimizga. Okay, koja bor. Hamda yana kojamiz bor edi. 6 kojaga biz do'stlar. Bizga 8 ta kerak bo'ladi. Okay. Men o'zi keyingi eraga o'tmoqchiman. To'g'risini aytsam, toshli eraga, o'zimga toshli instrumentlar yasab olishim uchun. Wow! Qaranglar qanaqa chiroyli qo'ylar. Ajoyib, просто ajoyib. Kishit betanket. You're gonna run, Oh my god. scream. It's a game of cat Junior. and Wow! mouse. What the hell? Wow! Yo'q. Oh my god. What the hell? Yo'q. Yo'q. Qat'a paydo bo'ldi bu? Kish. Nima qilasan? Yo. Kish. Oh my god. Buni bir ko'rdilar do'stlar, ikkitasi turibdi. Men o'ylagan faqat o'g'il bilan bizni qo'rqitishadi, lekin yo'q do'stlar, haqiqatan ham moblar bor ekan bu yerda. Bizga hujum qiladigan. Okay. Kirib ket. Yaxshi. Davom etamiz. Bizni dalcha qanaqa qo'rqitishadi? Mana shu menga interesan. Keyingi bosqichga o'tyapmiz. Nice. 20 sekund kutib turamiz do'stlar. Yomon bizni qo'rqitishdi. Va menga juda yoqmadi bu. Hammasi joyida. Biz tirimiz ana shu gilam do'stlar. Bizda birinchi bulujniklarimiz. Bizat o'zimga toshli instrument yasab olaman. Bizat do'stlar. Yaxshi jeleza ham bor bizda. Qo'ziqorinli stiker do'stlar. Muhamor. Okay. Tixa. There's always parts being cut off. Oh my god. Entrails being yanked from stomachs. Ket yo'qol. Hech kimga tegmasin. Juniorsan. Betga sandiq qo'yish yaxshi ideya emas ekan do'stlar. Men shuni tushundim. Tixa. Qazish davom etamiz do'stlar. O'ylaymanki bitta jeleza tushadi. Jeleza do'stlar. Nice. Payda pechga qo'yib yuborsak bo'ladi jelezamizni. Bam. Hamda yana bizda jeleza bor. There's always parts being cut off. Entrails being yanked from stomachs. What the hell? Juda qo'rqinchli. Har safar shu ovoz paydo bo'lsa do'stlar, men bilmadim. O'zini yo'qotib qo'yapman. Quyoncha. Salom. Zombi. Kel. Ikkita ekan. Okay. Uxlatdi. Okay. Tixa. Masala bilan qo'ylar. Masala bilan. Mana ko'rmasin. Okay. Hech ham qo'rqinchli emas do'stlar. Ishimizni davom etamiz. Bizda yangi kirka bor endi. Moblar tushayotgan juda ham yaxshi do'stlar. Qat'iy interesli bo'ladi o'yin. Xo'p do'stlar, bugunga bo'ldim. O'ylaymanki video sizlarga yoqqan bo'lsa o'zingizlarni qaynoq layklaringlar bo'lsa va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va keyingi seriyalar chiqsin yo'qmi albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar bilan Aaron bo'ldi. Yangi videolarni ko'rishguncha hammaga xayr do'stlar. Kanalga obuna bo'l va sen hech qachon like haqida ham unutma. Kanalga obuna bo'l va sen hech qachon like haqida ham unutma.